Assalomu alaykum hammaga. Ismim Bekzod Muhammedov. Yangi O'zbekiston universitetida dars beraman. Interaction design, mobile development, web development, app development with Swift, machine learning kabi darslarni o'tganman. Interaction designda asosan shu UI UX dan Figmadan dars berganman va hozirda shu universitetimiz qoshida ilg'or bilim va tajriba transfer markazi mas'uliyati cheklangan jamiyat ochilgan. O'sha yerda bosh direktor bo'lib ishlayman. Bu yerda komandamiz bor. 8 ta programmist bor bizda. Front-enddan, back-enddan 4 tadan. Biza ilovalar yoki veb-saytlar ishlab chiqamiz. Asosan universitet proyektlari yoki educationga oid, ta'limga oid proyektlar ishlab chiqamiz. Bugun biz sizlar bilan qandaydir produkt yasamoqchisiz, veb-saytmi, mobil ilovami, shuni MVP darajasiga olib chiqish uchun dizayn tarafdan qanaqa yondashishimiz kerak va qanaqa biza instrumentlar ishlatishimiz kerak, shu haqida gaplashamiz. 2 soat davomida sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Bugungi planimiz UI UX o'zi nimaligi haqida gaplashamiz. Figmani interfeysi va dizaynda qaysi jihatlarga e'tibor berishimiz kerakligi, tipografiya va shu kabi teoriyalar bilan o'tib ketamiz va bugun xudo xolisa sizlar bilan o'sha o'zingizlarni o'ylab yurgan proyektinglarni chizmasini уже boshlaymiz. Birinchi qog'ozda boshlaymiz, keyin sizlarga ba'zi hayotni osonlashtirish uchun instrumentlarni o'rgataman. Shu instrumentlar orqali chizishni boshlaymiz. Low fidelity, keyin high fidelityga o'tamiz. Ya'ni Figmaga o'tganimizda o'sha elementlar qanaqa joylashish kerakligi, qanaqa ranglar jamlanmasidan foydalanishimiz kerakligi, shular haqida gaplashamiz. Keyin Figmani o'zida bitta UI screenni хотя бы registration page'ni qilishga harakat qilamiz va undan keyin uyda o'zingizlar praktika qilganinglarda qanaqa qilib bir-biriga ulashishni, prototip sifatida ko'rsatishni o'rgataman. Ya'ni siz ilovani yaratmasangiz ham, lekin knopka bosganda bu page'dan bu page'ga o'tadigan qilishni ko'rsatib beraman Figmada. Va shu bilan bugun darsimizni yakunlaymiz. Xo'p. 2 soatda ulguramiz xudo xolisa hammasiga. Orada bitta break bo'ladi. Oxirida savol javoblar ham bo'ladi. Xo'p, UI UX o'zi nima deymiz? UI tarafda biza ilovamiz qanaqa ko'rinishi, elementlar qanaqa joylashishi kerakligi. Ya'ni knopkalar qanday rangli ishlatishimiz, qanaqa fontli ishlatishimiz, shu haqida gaplashadigan bitta katta soha desak ham bo'ladi. Bu sohada shu tipografiya va shunga o'xshash user interaction degan sohalari yana o'rganiladi. Bu o'zi chuqur katta mavzu. Biz siz bilan faqat boshlang'ich qismini o'tamiz, introductory qilib, ya'ni UI da siz elementlarni qanday joylashingiz kerakligi haqida gaplashamiz. UX deganda esa user experience. UI bu bizda user interface bo'lsa, interface ko'rinish bo'lsa, UX bizda user experience hisoblanadi. Ya'ni sizni userlaringiz programmangizga kirganda adashib qolmasligi uchun siz to'g'ri past chizib olishingiz, bu qanchalik prilojeniyingizni funksiyalari haqida ma'lumotga ega bo'lib olishi va prilojeniyingizda adashib qolmasligini ta'minlash uchun user experience tarafdan biz kuchli qilishimiz kerak bo'lgan bir soha desak bo'ladi. Bunda bu prilojeningizni ishlatishni boshlaganda qanaqa emotsiyalarga duch keladi, qanaqa logikalarga duch keladi, shular haqida gaplashiladi. Ya'ni bir qandaydir muammoga yechim berishimiz kerak. Masalan, taksi prilojeniyasini oladigan bo'lsak, shunda taksi prilojeniyaga kirganingizda nima qilish kerak user? Birinchi o'rinda qattaligini topish kerak, to'g'rimi? Lokatsiya knopkasi ko'p prilojeniyada bir xil bo'ladi. O'shanaqa knopkaga joylashimiz kerak. Bosganda hozirgi qattaligini kartada ko'rsatib turishimiz kerak. Keyin nima qilish kerak bo'ladi? Xo'p, lokatsiyada qaysi ko'chada turganini yozuv bilan ham ko'rish kerakmi? Bir xil hamma ham kartani tushunmaydi. Bir xil ko'chaning nomida yaxshi bo'ladi.
ko'cha nomini ko'rsatish kerak. Atrofda yo'l qaysi yo'lda turganimizni ko'rishimiz kerak. Bu yoq betidan, bu yoq betidan. Keyingi etapda o'sha adres bo'ladi. Adres, borish joyi adresi. Tanlaymiz. Uni qanaqa tanlashimiz kerak? Poisk berishimiz mumkin. Ya'ni userga qulaylik yaratishimiz kerak. Ko'cha nomini izlash mumkin. Kimdir lokatsiya bilan yaxshi ishlaydi, joyini o'zi bunday belgilab qo'yadi. Yana nima variant bo'lishi mumkin? Joy nomlarini ham yozish mumkin-ku, to'g'rimi? Сохранение uy bilan ishni kiritib qo'yamiz, bo'ldi, o'sha bo'yicha polni ishlaymiz. Ya'ni shunaqangi qulayliklarni biz yaratib berishimiz kerak UX tarafda. UI tarafda esa qaysi element qaysidan keyin turishi kerakligi haqida o'ylashimiz kerak bo'ladi. Biz shu приложениemiz interfeysini o'ylab topayotganimizda sizlarda MVP darajasiga chiqish uchun bu narsalar juda tez jarayon hisoblanadi. Siz to'g'ri birinchi qog'ozda keyin buni Figmada chizib borasiz. Buni siz MVP ko'rsatganingizdan keyin keyingi etaplarda o'sha sal ko'proq vaqt ajratasiz. Userlardan feedbacklar kelishni boshlaydi. O'sha payt yana ham rivojlantirasiz. Bu nima desa bo'ladi? Sikl desa bo'ladi. Bir versiya chiqarasiz, userlaringiz ko'radi, feedback beradi, muammolar haqida gapirishadi. Keyin yana ustida ishlab, uni yana ham takomillashtirasiz. Buni yaxshi tarafi, birinchi UI UX ni chizib olganimizning yaxshi tarafi, razraботчикlarga biza tayyor yo'l yo'riq ko'rsatamiz. Menga shu narsa bo'lsin deysiz bo'ldi. Ular dizayn ishini qilmasligi kerak. Ular shu razraботчикlik ishini qilish kerak. Siz bergan dizayn bo'yicha vertikasini qilib berish kerak va shu knopkalar ishlaydigan qilib berish kerak. Ko'p proyektlarda uchratamiz. Programmistlar o'zi unga zakaz bersangiz, Figmasi bormi deyshadi. Ya'ni tayyor chizmasi bormi deyshadi. Chunki ularda ishi yana juda osonlashadi siz ularga Figmasini bersangiz. Figmada bo'lgandan keyin bo'ldi, shundoq qarab turib yonma-yon qo'yib, shu elementlarni joylab ketaveradi. Chunki Figmada даже kodini ham chiqarib bersa bo'ladi, ba'zi dizaynlarni. Yaqinda ariga qo'shdi, kodini chiqarib. Ha. Unisiga haqida ham gaplashamiz. Ya'ni Figmada siz ideyangizni Figmaga tushirib bersangiz, ish jarayoningiz yana tezlashadi. Chunki razraботчикlar bilan gaplashish osonroq bo'ladi. Razraботчикka men просто mana finansiy application yaratmoqchiman, mana shunaqa qilib bersangiz, u ham o'zi bilgancha qiladi, AIga aytib qiladi. Keyin u sizga yoqmaydi. Shuning uchun siz chizmasini bersangiz, yana ham yaxshi bo'ladi. Buni qoidalari shu consistency bo'lish kerak deydi, ya'ni butun приложениеңiz bir xil dizaynda, ya'ni bitta turdagi dizaynda bo'lishi kerak. Masalan, siz aksent ranglaringiz ko'k rang, yashil rang, oq rang bo'lsa, deyarli hamma skrinda shu 3 ta rangni ishlatishingiz kerak bo'ladi. Bitta skriningiz qizil pushti bo'lsa, bunisi yashil ko'k bo'lsa, u odam charchab qoladi, ko'zi charchab qoladi. Adashib qoladi. Men boshqa приложениеga o'tkazib qoldimmi deydi. Accessibility, ya'ni bu o'sha produktingiz ko'p auditoriyaga ishlashi uchun osonroq bo'lishi kerak. Ya'ni juda ham qiyin, mayda-mayda 10 talab knopkalar qo'yib tashlash kerak emas. Oson bo'lishi kerak. Katta knopkalar bilan tushunarli qilib. Hierarchy, ya'ni nimadan keyin nima bo'lishini ular yaxshi tushunishi kerak. Shu ishlatishni boshlaganda. Nimaga MVP uchun Figma ishlatamiz? Yaxshi taraflari bu o'sha cloudda bo'lgani uchun, ya'ni veb-sayt ko'rinishida bo'lgani uchun любой kompyuterda brauzerdan kirib figma.com ga kirsanglar, o'sha sizlarda Figma akkaunt ochib, o'sha ishni boshlashinglar bo'ladi. Yokida shu razraботчикka shundoq linkni tashlab berasizlar, joyida ko'ra oladi. Real time collaboration deydi, ya'ni siz bir proyekt ustida jamoa bo'lib 2-3 ta odam ishlasa bo'ladi. Даже kursoringlar ko'rinib turadi. Qaysi jamoadoshinglar, qaysi pejdarligi va nima element ustida ishlayotgani kursorigacha ko'rinib turadi. Community juda kuchli, dizaynerlar, ko'p dizaynerlar Figma ishlatadi va tayyor solutionlari, tayyor yechimlari ham bor. O'zini даже marketplace bor. Ya'ni siz nima deydi, inspire qilish uchun deydi-ku. Ruhlanish uchun ham boshqalarning proyektlarini listat qilib ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Hammasi bir joyda. Prototipni ham, dizaynni ham shu bir joyda o'zida qilsangiz bo'ladi. Tak, interfeys haqida o'zi saytga kirganimizda gaplashamiz. Tak.
ular haqida ham. Tipografiya haqida ozgina aytib o'taman. Что elementlarimizni joylayotganimizda tekstlarni razmeriga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni sarlavha sifatida ishlatilayotgan tekstlar обычно katta shriftda va qandaydir aksent rangda bo'ladi. Description sifatida bo'ladiganlari esa kichikroq, qora yoki sal xiraroq rangda bo'ladi. Va bizda rasmlar bilan ko'proq tushuntirish beramiz. Rasmlar joylaymiz. O'sha joylarda rasm yetarlicha ko'rinadigan darajada katta bo'lishi kerak. Keyin style. Ya'ni har bir pejlarda bitta stilni ushlab turishingiz kerak. Bu yoqda masalan Times New Roman fontini ishlatsanglar, u yoqda boshqa font bo'lmaydi. Bitta o'zingizlar uchun font tanlaysizlar, shu font bo'yicha ketasizlar. Alignment, ya'ni joylashuvlari. Elementlar joylashuvlariga e'tibor berishingiz kerak. Qaysidir joyda chap tarafga moslash kerak, qaysidir joyda o'rtaga, qaysidir joyda joyni unumli foydalanish kerak. Sizga katta ekran berildimi, shu joylardan unumli foydalanish kerak. Va bu narsa space'larga ham e'tibor berish kerak. Ya'ni atrof bilan ozgina bo'lsa ham joy qolish kerak. Chetlarida elementdan elementgacha joy qolish kerak. Masalan, buni yopishtirib qo'ysa, odam o'qishga qiynaladi. Shu taraflarga e'tibor beriladi. Tak. Xo'p, hozir kelinglar bitta brainstorm qilib olamiz. Hozir oq-varaq tarqatamiz ruchkalar bilan. Kim nima ideya haqida o'ylayotganini nomini yozasizlar ustiga. Keyin bitta screen chizasizlar. Kimdir mobile application chizayotgan bo'lsa, bunaqa formatda qilsin, bitta to'rtburchak katta chizsin. Kimdirda veb-sayt bo'lsa, albomli formatda qilinglar, tepaga nomini yozib, to'rtburchak chizinglar va shu tarzda nima haqidaligini qisqacha приложениeni chizib ko'rasizlar. Keyin shuni tool orqali kompyuterda chizishga o'tamiz. Tamom. Bom. Da, bitta aytadi. Ikkita olaylik masalan. Keyingi skrinlari bilan ham ishlaymiz. Shukaylar bor. Shukaylar bor. Shukaylar bor. Maroydada. Sizlar ruchka bor? Birinchi ustiga nomini yozamiz, nima приложение yoki platforma ustida ishlamoqchisizlar, MVP nimada tayyor qilmoqchisizlar. Tasavvur qiling, men masalan katta грузовой mashina chaqiradigan proyekt qilmoqchiman. Katlamanni nomlayman. Va bu mobil приложение bo'lsin deyman. Birinchi kirgandagi display, ya'ni login screen yoki registration screen bo'ladi. U ko'pchilikda bir xil bo'ladi. Keling shu joyini qilmaymiz-da.
asosiy kirganda nimalar bo'lishi kerak shuni ko'ramiz. Ekranni ikki qismga bo'laman. Birinchi qismida map turadi. Qayerda joylashganim, to'g'rimi? O'ng tarafda bizda lokatsiya tugmasi bo'ladi. Keyin bizda adresli stroka bo'ladi. Ya'ni men hozirgi turgan joyim tepada ko'rsatiladi. Endi har xil turi bor, yuk mashina chaqirishni. Hozir faqat o'z oldimizga chaqirishimiz mumkin yuk mashinani. Qaysidir yukni boshqa joyga olib borib tashlash uchun yoki A tochkadan B tochkaga yuk tashish bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bu yerda nima qilsak bo'ladi? Nima bitta ideya beringlar. Qanaqa adres bo'lgan yaxshi? Bu yerda borish joyi bo'lgan yaxshimi yo hozirgi joyimizni bu yerga emas, bu yoqqa qo'yganimiz yaxshimi? Nima deb o'ylaysizlar? Poyezd qanchalik mana mashqqa yaqin bo'lsa, yetib borish oson telefonda. Chunki telefon hozir kattalashib boryapti. Barmoq ko'pincha o'ng qo'lda ishlatsak, mana tepaga yetib borish qiyin. Shuning uchun ham oson bo'lish uchun o'rtagacha bo'lsa yana ham yaxshi. Demak, shu o'rtada bizda text field turadi deylik. Text fieldda nima qilamiz? Keling bir narsa jo'natmoqchimiz deylik. Как Yandexga o'xshab kattaroq yuk jo'natmoqchimiz hozirgi joyimizdan boshqa joyga. Demak, destination bo'ladi bu yerga. Borish joyi. Keyingi parametrlari o'sha bu yoqda bo'ladi. Ya'ni qanchalik gabaritli mashina kerak bizga. Bu masalan bizani servis shu to'rtta nima desa bo'ladi? Option bersin, taklif bersin. Bizga katta truck kerak yoki kichkina Damas kerak yoki ikkita uchta mashina kerak. Masalan, bu yerga Damas chizib qo'yamiz. Damas ikonkasini qo'yamiz. Tushunarliroq bo'lish uchun. Bu yerga nima? KAMAZnikini qo'yamiz. Bu yerga o'sha ikkita mashinalarni qo'yib qo'yamiz. Ya'ni ko'proq mashina chaqirmoqchiman deb. Ikkita mashina uchta tochka qo'yib другой qo'ysa ham bo'ladi. Ну, ya'ni bittadan ko'p mashina sifatida ikkita mashina rasm qo'yib qo'ysa bo'ladi bunda, yonma-yon chiqib turganini. Ya'ni nima qo'yish mumkin? Bu yerga parametrlari masalan nechidir metr kvadrat, metr kubli, ob'yomli, nima turdagi material tashimoqchimiz, shunaqa elementlarni kiritib qo'yamiz. Bo'ldi. Ikkita uchta narsa teradi, chaqiradi, bo'ldi. Keyingi skrin qanaqa bo'ladi? Uje u keyingi etap bo'ladi. Ya'ni siz chaqirganingizdan keyin qanaqa nimalar kerakligini uje keyingi skrinda chizasiz. To'g'rimi? Hammasini bir skringa joylay olmaymiz. Iloji boricha soddaroq bo'lishi kerak. Ruchkalar chizib ko'rdinglarmi? O'zingizlarning ideyalar. Men endi qilmoqchi bo'lgan proyektni chizdim. Sizlarniki umuman boshqacha bo'lishi mumkin. Kimdir education center qilar, kimdir dars berar, onlayn dars. Yana nima proyekt bo'lishi mumkin? Kimdir muzika streaming приложение yasar. Sizda nima proyekt? Qanaqa приложение sizda? Ovoz orqali telefonni boshqarish. Okay. Ya'ni nima ideya bo'lsa, baribir qog'oz qalamdan zo'ri yo'q. Shuncha bizlar toollar bo'lsa ham, birinchi qog'oz qalamni tushirib olgan yana ham yaxshi. Shu yerda o'zi validatsiya qilasizlar. Yo'q, bu kerak emas, men kerak deb qog'ozni tushirib olsanglar yana ham yaxshi.
birga kelgan bo'lsanglar, birga ishlasanglar bo'ladi bitta proyekt ustida. Telefon uchun ko'p vaqt sarflash shart emas. Просто siz ichidagi elementlarni siz chizasingiz kerak. Chunki bu sizning приложениyangiz har xil telefonda ishlaydi-ku. Shuning iloji boricha ichidagi kontenti bilan shug'ullaning. Endi sizlardan so'ragan bo'lardim, kim o'zini chizgan proyektini gapirib bermoqchi. Va shuni bitta analiz qilib ko'ramiz, qaysi joylarini yana yaxshilashga harakat qilamiz. Bitta proyekt ko'rdim, ovoz aniqlab, telefonni boshqarish bor ekan. Yana nima proyekt bor bizda? Qanaqa? Как marketplace manda. Marketplace, uzun market deylik masalan, search bo'ladi, tovarlar ro'yxati bo'ladi. Faqat katta yuk mashinalari uchun. Aha, yuk mashinalarini sotib olish. Yuk mashinalarini sotib olish, ularga ehtiyoj qismlari. Xo'p. Demak, bu yerda asosan yuk mashinalarining rasmi bo'ladi gridda. Ha, to'rtburchak ekranda. Endi bu tarafda mana bu kartochkalarning razmeri ham katta rol o'ynaydi, chunki bu уже katta texnika. Demak, katta kartochkadan kamroq sonli bo'lsa yaxshi bo'ladi. To'g'rimi? Keyin pastda home yordam. Navigation bar demoqchisizda ya? Unaqa bo'lishi kerak, chunki o'rtada masalan yuziga home qo'yadigan bo'lsa, o'rtaga qidish qo'yamiz. Instagram qilar ekansizda? O'shanaqa qilsa ham bo'ladi. Yaxshi. O'sha yerda tez masalan buzilgan bo'lsa, bitta homda o'sha yerda yordam. Ha, ключ rasmini chizib qo'yamiz, ha? Okay. Hop, yaxshi fikr. Yana nima ideyalar bor? Yana qanaqa proyektlarimiz bor? Furniture Marketplace. То есть там можно и купить существующие, и можно заказать, например, аплодить фото и описать его, и деньги написать, а все остальные маркеты могут предложить, за сколько они могут, и за сколько времени, за сколько денег, и могут эту работу сделать. Yasab berish, mebel zakaz qilish. Ham bor narsani ham bor narsani olish mumkin, marketplace bo'ladi, furniture marketplace. И ertadan anaqa ham qilsa bo'ladi, zakaz qilsa ham bo'ladi. Masalan, menga qayerdadir yoqib qoldi, qanaqadir mebel men qo'ydim narsani, и описание yozdim, qanaqa material, nima qanaqa. И masalan, men mashina $2000 xohlamanmi? И qolgan o'sha market egalari menga chatga chiqadi, ну как этот anaqa bor-ku, Upwork o'xshagan. Upwork, okay. Только furniture. Yaxshi. Demak, sizda mobil приложение emas, bir kattaroq sayt qilmoqchisiz. Chunki mobil приложениеda qiynalish mumkin. Mayli bitta katta veb-sayt bo'ladi deylik. Kirishimiz bilan mayli tayyor mebellarning rasmi ko'rinib turaversin, to'g'rimi? Lekin poiskovik poisk qiladi, filtr bo'ladi, to'g'rimi? Mayli, u joyi ko'p platformalarga o'xshab tanlab narx chiqib turadi, unisi mayli. Lekin eng qiziq tomoni hozir bizda o'zimizga custom mebel yasatish. Hozir shuni ko'ramiz. Qani nima qilsak bo'lar ekan? Mebel yasashga kirdim, zakaz qilishga kirdim. Endi nima qilishimiz mumkin? Mana o'zlari aytganlaridek rasm yuklasak bo'ladi, to'g'rimi? Mana bunga o'xshagan bo'lsin, mana stoldagi bo'lsin deb rasm yuklaymiz. Rasm yuklash uchun bitta emas, 2-3 ta rasmni olishlari mumkin, u yoqdan bu yoqdan. Shuning uchun OLXda yaxshi UI ko'rdim. Grid turadi. Bittasiga bossangiz rasmni yuklaysiz, ikkinchisiga bossangiz rasmni yuklaysiz. Demak, yuklagan sari oshib boradi. Nima deb, karusel sifatida qilsak bo'ladi, ha? Keyin o'sha parametrlarni kiritishingiz kerak. Nechiga necha yasamoqchisiz. To'g'rimi? Eni, bo'yi. Yana nima parametr bo'lishi mumkin? Nimada materialdan qilishimizni drop down qilamiz, ha? Ya'ni o'z materiallar aniq-ku, display bo'lishi mumkin, anaqa bo'lishi mumkin. Вот. O'sha narsalarni list qilib beramiz.
yo'q narsa bo'lsa, unda boshqa qo'yib turib, kichkina text field qo'yamiz. То есть boshqa tanlasa, description yozsa bo'ladi o'zi. ha. Endi ana bu yerdagi marketplacechilarga nimda materialni yozsangiz, yana ham qiziqroq bo'lishi mumkin, chunki u materialda ishlashi mumkin, ishlamasligi mumkin. Shunga qarab, birinchi searchda yaxshi chiqadi, descriptionda yozganingizdan ko'ra alohida fieldlarga ajratishda yaxshi chiqadi. Chunki baribir bizani market mebelni market-ku. Da, o'sha mebel spesifik so'zlari qancha ko'proq bo'lsa, shuncha yaxshi, lekin userni ham chalg'itib qo'yish kerak emas. Umuman bilmaydigan odam uchun bunaqa parametrlar tushunarsiz bo'lishi mumkin. Unaqa payt descriptionni yozishadi. Mana bitta katta description uchun field qoldiramiz. Bunaqa bo'lsin, bu shakli bunaqa bo'lsin deb tushuntirib berishadi. Ranglari uchun bir palitra bersak bo'ladi, to'g'rimi? Palitra uchun. Xo'p. Endi planimiz bor. Bu bitta pejida, yana bir boshqa pejlarning dizaynini ham qilsa bo'ladi. Qog'ozda qilsak ham bo'ladi, lekin srazu nima bo'ladi? Elektron toollardan ham foydalansak bo'ladi. Bitta misol qilib sizlarga mana wireframe saytini ko'rsatmoqchi edim. Wireframe cc ga o'tinglar. wireframe.cc. Sizda qanaqa proyekt edi? Siz ham aytib Manda Athena System. Bu web emas, mobile application bo'ladi. Misol uchun ishxonaga kelganingizda sizni lokatsiyangizni track qiladi. Keyin именно 9 gacha, 6 dan keyin siz clock in, clock out qilishingiz kerak. Cloud? Clock in, clock out. Prinsipa keldim ketdim. Bir xil ishxonalarda misol uchun qurilish kompaniyalarida har xil joylarda ishlashadi odamlar. Kamera o'tga qo'yish bir xil joylarda qimmat bo'ladi. O'shaning misol. Demak siz ishchilaringizga bu приложениeni yozib berasiz, bular kelganda bosish kerak. Da. Hop. Bosmasa sistema report qiladi. Tipa absent yoki kech keldi yoki boshqa narsa. Eshik oldiga kamera qo'yish ne variant o'zi? Qurilish joylarida u xavfli bo'lishi mumkin, ana kamera uchun chang-pang. Hop. Lekin telefon bilan kirsa bo'larmikan ish joyiga? Yo'q, ish joyiga demayman. Именно kelasiz, misol uchun saytga hali hech bola qurilmagan misol uchun. Lekin siz menejeringizga aytishingiz kerak, siz kelganingiz. Bu tarafda yaxshi, o'zi ko'p joyda Face ID qo'llaniladi ofislarda, lekin qurilish joylarida bilmadim qanaqa bo'ladi. Lekin bu ideya yaxshi, mobilniy приложение qilsak, lokatsiyasidan ham olsak bo'ladi. Siz ishxona sifatida siz akkauntingizda chizmasi berilishi kerak bo'ladi. Katta maydon-ku endi bu. O'sha yerda bu maydon uchun kimlar kelishi kerakligi, bu sektor uchun kimlar kelishi kerakligini aniqlasak bo'ladi. Даже userdan lokatsiya olib turib ham implementatsiya qilsak bo'ladi, ruchnoy bosmasdan. Lekin sharti bor. Hammada lokatsiya yaxshi ishlashi kerak. Shu sharti bor. Ya'ni bu yerda как menejer tarafdan to'g'rilanadi, meni spesialni mana shu lokatsiyada bo'lsin debdi. И lokatsiyaga kirganda bu ishlaydi, lokatsiyadan tashqari qilsa ishlamaydi. Shunaqa emas. Ну да, verifikatsiya uchun yaxshi narsa demak, lokatsiyadan foydalanish. Keldim bosam, uydan turib bosmasligim uchun, rostdan ham shu yerdami bilish uchun keldimni bosib lokatsiya bilan tekshirib oladi farqini. Xo'p, u приложениеda nima elementlar bo'lishi kerak deb o'ylaymiz? Qani bering. Просто anaqa deganda, endi o'sha knopkasi bo'lishi kerak, keldim degan. Bu yerda specify qilish kerak, qaysi vaqtdan qaysi vaqtgacha. Oxiriga vaqt. Bunda mana vaqtimiz ko'rinishi kerak. Bitta knopka bo'lishi kerak, keldim, kelmadim. Bu ertalab keldim bo'lishi kerak, kechga yaqin ketdimga aylanishi kerak. Ya'ni keldim va ketdim uchun alohida knopka qilib joyiga shart emas, knopkalarning sonini ko'paytirib. Ya'ni shu joydan foydalansak bo'ladi. Keyin bitta log bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ya'ni qachon keldimi bosdi, ketdimi bosdi. Bitta menu bo'lsa, bir bu yerda history bo'lsa, qaysi datada qachon ketding, ketdisini ko'rib tursa yaxshi deb o'ylayman. To'g'rimi?
holatda, menimcha oddiy narsa. Bu ishxonani nomi va lokatsiyasi deylik, mana shu yerda ko'rsatilgan bo'ladi. Как workly ekanda. Workly. Ну да, hozir masalan o'zimiz sistemamizni ham ko'rsatsam bo'ladi. Bizda qanaqa qilingan, ideya olib ko'rsangiz bo'lar ekan. Xo'p, endi wireframe'ga chizishga harakat qilamiz, ya'ni biz ideyamizni. Xo'p, hozir hamma wireframe'ni ochgan bo'lsa, iloji bo'lsa login ham qilib olganinglar yaxshi, chunki saqlanib qoladi. Akkauntinglarda keyin boshqa kompyuter ishlatganinglar shundan vassalanib qolsanglar bo'ladi. Xo'p, buni yaxshi tarafi bitta element chizadigan bo'lsangiz, masalan, boya katlaman proyektini aytdim. Men boya 2 ga bo'laman dedim ekranni. Masalan, bitta to'rtburchak chizdingiz, sразу nimaligini aytib qo'yasiz. Ikkinchi to'rtburchak chizasiz. Bu ham nima desak bo'ladi? Image deylik. Men kartani image sifatida olaman deb. Noto'g'ri chizib qo'ysam ham yoki noto'g'ri joylashtirsam ham, unda olib joylashtirsam bo'ladi. Qog'ozni bu ishni qila olmaymiz, to'g'rimi? Xato qilib qo'ysak o'chirishimiz kerak. Buni oson tarafi shu. Razmerlarni o'zgartirib olamiz. 2 ga bo'ldik. Keyingi etapda burchagini ham to'g'rilasak bo'ladi buni border radius qilib. Keyingi etapda nima qilamiz? Anaqasini, ya'ni text field qo'shamiz, nima? Buning uchun yana bitta to'g'richa chizib turib, text field deymiz. Address. Mana ko'rsanglar, alignmentni ham to'g'rilab beradi. Siz o'rtaga joylamoqchi bo'lsangiz, o'zi yordam beradi, o'rtasi xattaligini. Yoki chapga yoki qaysidir elementga nisbatan joylamoqchi bo'lsangiz, shuni ham ko'rsatadi. Keyingi etapimizda knopka bo'lsin dedimmi boya? O'chirib yuboraman. Siz o'zingizning приложениеңizga chizinglar. Men o'zimnikini ko'rsatib beraman misol bilan. Masalan, ikonka bo'lsin. Har xil ikonkaning rasmlari bor. Tayyor. Menda tracknikida. Buni endi track emas, car deylik. Damaznikini. Mana Damazniki ham bor ekan. Yoki bo'lmasam tashqaridan rasm olib joylasanglar bo'ladi. Keyingisi esa multiple edi. Ikkilovini belgilab turib, Ctrl va Ctrl C qildim. Bunisini joyladim va buni surib qo'yamiz. Rangini boshqacha qilaylik, чтобы ajralib turish uchun. Multiple bo'ldi. Ideyamizni tez chizib oldik. Keyingisi o'sha yana qolgan text fieldlar haqida edi. Bo'ldi. Keyin qolgan pejlarni ham xuddi shunaqa, bitta pejga plyusni bosib, yangi pej ochib, yangi pejlarni ham chizsangiz bo'ladi. Bu o'sha qog'oz variantini, elektronniy ko'rinishini chizib olish. Bir xilla qog'ozdan keyin sразу figmaga o'tib ketadi. Bu ham okey, lekin yana ham ideyangizni pishiq qilish uchun bu wireframingni elektron chizishda ham maslahat bergan bo'lardim. Wireframe'ga ko'chiringlar, o'zingizlar chizganinglarni, balkim qaysidir joylarini improve qilasizlar. Ya'ni yaxshilab ko'rasizlar. Yana bir narsa, screen size'ini mana burchakdan to'g'rilab olsanglar bo'ladi. Ya'ni
mana bu yerda tanlasanglar bo'ladi. Veb-sayt razmeridami, planshet ko'rinishidami yo mobil ilova ko'rinishidami? Shuni tanlab olsanglar bo'ladi. wireframe.cc wireframe.cc Mikrofon ikonkasi topildi уже. Wireframe ni e'tibor bergan bo'lsanglar, rang, shrift degan narsalar bo'lmaydi. Juda ham oddiy qilib ishlash uchun o'zi wireframe ni vazifasi. Shuning uchun juda mayda detallarga e'tibor bermasanglar bo'ladi. Bu faqat shu nima elementdagi nima turish kerakligini haqida ma'lumot beradi. Уже Figma ga o'tganimizda уже ranglar bilan ishlaymiz. Hop, ko'pchilik уже tayyor bo'lib qolibdi. Hop, endi keling
wireframing tugatib deylarmi? Hop. Ko'pchilik yetarlicha tushuncha paydo bo'ldi. Endi Figmaga o'tamiz. Bu wireframe'lar saqlanib tursin tabda, chunki buni hozir ishlatasizlar. Figma.com ga kiramiz. Akkauntingiz yo'q bo'lsa, yangi akkaunt ochib olasizlar. Bor bo'lsa, o'sha o'zingizlarga kirasizlar. Endi u yoqda hozir chizgan wireframe'imizga qarab turib, sifatliroq UI ni chizishni boshlaymiz. Interfeys haqida birinchi tushuntirib o'taman. Figmaga kirganinglarda men o'zi bo'lmaydi, men hozir chizib qo'ydim buni. Chap tarafda bizda shu proyektga oid iyerarxiya deydi. Qaysi page'lardamiz, yana nima elementlarimiz guruhlangan elementlar, nima elementlar chizganlarimiz va qavatlari bilan ko'rsatiladi. Men hozir prosta bitta urovni chizdim. O'zi aslida qaysi element qaysiga tegishliligini birlashtirib qo'ysak bo'ladi. Shunda mesela men ikkita elementni birlashtirsam, bitta surganda ikkalovi baravar suriladi. Tepasida o'ng tarafda dizaynga oid parametrlari, qaysidir elementingizni tanlasangiz, uni parametrlarini shu yerdan o'zgartiramiz. Ranglari, razmerlari, joylashuvlari haqida nastroykalar shu yerda bo'ladi. Bularni hozir keyinroq ko'ramiz. Boshqa odamga share qilaman desangiz, bitta proyekt ustida ikkilovingiz ishlamoqchi bo'lsangiz, shu share knopkasini bosib, linkni bersangiz, ular qo'shila oladi shu proyekt ustiga. Bu akkauntingiz nastroykalari uchun, play bu boya haliroq qilamiz. Prototip ko'rinishda keltirgandan keyin uni приложениеga o'xshab ishlatib ko'rish uchun. Knopkani bosganda qaysidir page'larga o'tishlari, animatsiyalarni to'g'irlashlarida o'sha ko'rish uchun, oxirgi rezultatni ko'rish uchun ishlatiladi va bu pastdagi toolbar bizda instrumentlarimiz ro'yxati, nima shakl chizmoqchi bo'lganligimiz, keyin tekst qo'shadigan bo'lsak, tekst qo'shsak bo'ladi. Bunda kommentariy qoldirsak bo'ladi. Qaysidir kollega bilan ishlayotgan bo'lsak, mana bu joyga endi shu elementning yoniga kommentariy qoldirsangiz bo'ladi va shu kommentariy shunga tegishliligini bildiradi. Va shu kabi boshqa elementlar. Xo'p, agar hamma ochib olgan bo'lsa, Figmani endi boyaga chizgan wireframe'ga nisbatan qarab turib, chiroyliroq UI ni chizishni boshlaymiz. Ya'ni rang beramiz, chetlarini to'g'rilaymiz, tipografiyaga e'tibor beramiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, yonlarida joy qoldirganman. Shularga e'tibor berib chizishni boshlaymiz. Men masalan yana katlaman loyihamga qaytdim. Birinchi bo'lib to'rtburchak chizdim. Keling. Ekran chizib oldim. Примерно mobilniy приложение uchun. Keyin unga rang berib qo'ydim, ajralib turish uchun 2 marta bosdim-da. Fill degan joyda ichki rangini ko'rsatasiz. Xohlasangiz rangni kodini bersangiz bo'ladi. Masalan, ranglar 6 qatorli 16 sistema, solon sistemasidagi ranglar bilan belgilanadi. 0 dan 9 gacha, keyin 10 o'rniga A, B, C, D, E, F gacha bo'ladi. Demak, bu har bir rang uchun ishlatiladigan ranglar jamlanma nimasi desak bo'ladi buni. Yana mana shuni o'zida ko'rsatamiz. Yonda ham rangga bossanglar, rangini mana bunaqa palitradan tanlasanglar bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu qizilda turibdi. Demak, F0000. Buni rangini o'zgartirib, bu yoqqa sursak, tagidagi kodi o'zgaryapti. Masalan, to'liq ko'k rangga o'tadigan bo'lsam, 0033FF bo'lyapti. Ya'ni F bu yerda oxirgi rangi-ku. RGB deydi bizda. Red, green, blue deydi. Shuning uchun ham mana shunaqa 6 qatorli kod ko'rganinglarda 0 dan 9 gacha va A dan F gacha ko'rganinglarda bu hexadecimal kod ekan, rangni kodi ekan deb tushunsanglar bo'ladi. Ya'ni bizda birinchi ikkitasi qanchalik qizil rangligini bildiradi. Keyingi ikkitasi qanchalik yashil rangga yaqinligini aytadi. Keyingi ikkitasi esa qanchalik ko'k rangga yaqinligini aytadi.
ko'rgan bo'lsanglar, yashil beruvdim. Bu yog'i 0 bo'ldi, bu yog'i 8-0, o'rtasi FF bo'ldi. FF ya'ni kuchliroqda. 100% bu yerda yashil bo'lyapti, 0% tam qizil qatnashyapti degan ma'noda. Palitradan rangini tanlab oldik. Окошкаning razmeri специальный bo'ladi, qanaqa uchun mobil приложение? Ha, priложение bitta priложениеңizni, device-ni anaqa qilib oling, target qilib oling. Masalan, iPhone 16 Pro Max. O'sha razmerini internetdan qarasak bo'ladi. Necha pikselligini. O'shani ko'rib olib turib, shuni bitta target qilib oling va shunga moslab chizavering. Hamma ekran uchun chizish shart emas. Dizayn sifatida shu ko'p populyarniy telefon uchun bitta chizasiz. Mobilniy razraботчикingiz uni boshqa mobil qurilmalarga mos kelishini ta'minlab beradi. O'zi responsiv qilib beradi. Unga faqat shu bitta ko'rinishdagi bo'lsa yetadi. Ya'ni mobil qurilmada qanaqa ko'rinishini ko'rsa bo'ldi. Endi so'rash mumkin, juda kichkina qurilmalarda nima qilish kerak, qaysi elementlarni joylash kerak deb so'rash mumkin. Uning uchun bitta skrin chizib bersanglar bo'ladi. Atak ko'pincha populyarniy telefonning bitta razmerini olib, shu ustida quriladi. Masalan, hozir 16 Pro ni razmerini aytishim mumkin sizlarga hozir. Tak, 402 ga 874. 16 Pro 874. Keling, mana shunaqa. Mana razmerni o'zgartirasiz, tagida raqam bor. 10 tarafga sursanglar, birinchi raqam o'zgaradi. 402. Juda mishkada surishga qiynalsanglar, mana bittadan ham to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. 402 yozamiz bunga. Tak. Yo'q, bu yerda razmer emas. Razmeri bu yoqda bo'ladi, layoutda. Layoutda dimensions bor. Width degani, ya'ni eni 402, bu yog'i esa 874. 874 berdim. Keyin fon rangini oq berdim. Strokening ichida esa atrofidagi rangi qanaqaligini bersam bo'ladi. Qora qilib ajratib qo'ydim. Keyingi etapda o'sha rasm joylashni boshlayman. Masalan, olib rasmni kopiya qildim. Endi o'zingizlar ham proyektinglarda o'zi qancha rasm yig'ib qo'ygan bo'lsanglar kerak, qaysi rasmni qo'yishimni bilsanglar kerak. Shuning uchun men prosta internetdan qidirib qo'ya qoldim. Bitta trakni rasmini olib, bu yoqqa masalan proyekt ustiga joylayman. Endi qarang, mana hozir menda bitta problema bo'ldi. Buni olib bu yoqqa joylaganimda orqasiga o'tib qoldi. Ya'ni layer qismini to'g'rilasak bo'ladi. Qaysini oldiga chiqarmoqchimiz yoki qaysini orqa layerga o'tkazishimizni tanlasak bo'ladi. Ya'ni element ustiga bitta bosasiz, sizlarda mishkani o'ng tarafini bosasiz, bring to front bor. Bu oldiga chiqaradi, bring to back orqaga qaytaraveradi. Ko'rdingiz? Demak, keyin orqasida turgan elementimiz ustiga chiqdi. Bundan e'tibor berayotgan bo'lsangiz, o'rtaga joylashga yordamchi lineykalar bor. Keyingi elementlarni chizayotganda ham qanchalik bir-biriga yaqinligi, bitta liniyada bo'lishi haqida ham tushuntiradi. Masalan, birinchi bo'lib login yoki registration degan skrinni chizmoqchiman hozir. Ikkiga bo'ldim ekranimni. Bir kattaroq qilib chizsanglar, bunaqa border radius bersanglar bo'ladi. Yana mana bu ichkari nuqtasi bor buni. Burchakka yaqin ichkari nuqtasi bor. Shu joydan border radius bersanglar bo'ladi.
ikkita elementni birlashtirsak bo'ladi. Ya'ni birlashmasidan hosil bo'ladigan qilib chiqarsak bo'ladi. Masalan, menda mana bu element bor edi. Mashina o'zi bor edi. Endi men yana bitta to'rtburchak chizaman. Buni joylayman. Bir xil razmer qilib. Bundoq bo'ldi. Ozgina mana chetini border radius qilaman. To'g'rimi? Lekin buni qilganim pastga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun buni sal razmerini pastga cho'zaman-da. Bundan oshib ketadigan qilib. Keyin orqadagi fon bilan birlashtirib yuboraman. Ortiqcha joyini kesib yuboradi o'zi. Shiftni bosib turib, orqadagi fonni bosdim. Mana bu. Use as mask. Bossam bo'ldi. Faqat kerakli qismi qoldi. Lekin razmer o'sha bo'lib turibdi. Keyingi etapda ikkita knopka o'rnatib qo'yamiz. Bitta tekst beramiz, mayli. Fontni o'zgartirsak bo'ladi. O'ng tarafdan necha razmerda berishi. Mana ko'rasizlar, mana shu tipografiya ketyapti. Nima xatolik ko'rasizlar shu yerda? Yozuv slishim katta. Yopishib qoldi, joy qoldirmadim mana bu yerda. Ozgina nafas olish kerak. Elementlar bir-biridan uzoqroq bo'lib nafas olish kerak. Demak, elementni razmerini yana ham kuchaytiramiz. Endi sal tushunarliroq qilsak bo'ladi. Yana ham pastroq qo'ysak bo'ladi. Shunda o'rtaga joyladim. Ikkita joy iloji bo'lsa bu yoq bilan ham bir xil qilishga harakat qildim. No, bu ham okey. Keyingi qismida endi knopkani chizamiz. Sal kattaroq bo'lik, border radius. Bunga boshqa rang beramiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana shu bilan bitta bunaqada chiqyapti. Nuqtada. Bunga 50 yetadi. Даже undan ham kamroq qilsak bo'ladi. 24 mana normalniy chiqdi. Bunga nima tekst bersak bo'ladi? Sign up yoki login bersak bo'ladi. Kichkina description beramiz. Обязательно description boyagi anaqadan kamroq bo'ladi, razmeri kichikroq bo'ladi.
va rangida ham sal farq qiladi, xiraroq bo'lib. builder borda. O'sha bilan promptni o'zim ma'no qilmoqchi edim. Yashudan mashlab chiqaverdim. Yaxshi, boshqa skrinlari ham bormi? Judayam pastga tushirdi. Missiyasi bor edi. Просто informativ hamma tayplanmasdi. Hamma tayp emas, balki ko'proq anaqa bo'yicha ma'lumot tanlanadi, kontent hisoblanadi background. Keyin bitta quiz bo'ladi. Mana boshlanadi. Quiz bo'ladi. O'zga mana o'z savolga javob berib, keyin quizga bo'lgan suitable anaqani topadi. Hozir bunday bu to'g'risida AI toollar to'g'risida ham gaplashamiz. Grid layout, cut view'lar yo'qmi? Grid layoutlar. Ya'ni avtomatik kesaveradiganlar. Tayyor elementlar ham bor o'zi. Mana bitta communitiesdan qidirsangiz bo'ladi. Masalan, iOS Kit bor ekan sizda. O'shandagi elementlarni olib joylashingiz bo'ladi. Chunki u уже sizni приложениеңiz emas, bu iOSning o'zini kitini ishlatayotgan bo'lasizda. Bir martalik anaqa prezentatsiyami yo keyinchalik anaqa bo'ladimi, kurs ochiladi? Bu to'g'risida hali ma'lumot yo'q. Mana shu mavzu bo'yicha o't bering deyishdi, hozir o't beraman. Agar plan qilinsa, gapga o't berishimiz mumkin. O'zbekistondan tashqari boshqa joyda ham dars berasizmi? Swift bo'yicha dars beraman onlayn. Bir mobil приложение yaratish bo'yicha iOSga. Asosan darslar shu yerda universitetda. Iconda tayyor iconlarni topsangiz bo'ladi. Naqada flat iconda o'shandan olib joylasangiz bo'ladi, PNG qilib.
boya telefon razmerlari haqida aytganimizda o'zi yoddan bilishimiz shart emas. Mana bu yerda frame tanlasak, mana shu yerda kerakli razmerni olsak bo'ladi. Frame ichidan. Bu telefon bo'yicha, bu planshet bo'yicha o'zi razmerini olib qo'yib beradi. Tayyor. Ya'ni mana bu yerdagi frame tooldan ishlatamiz. Men hozir frame ni qo'yib turib, boyagi chizgalarimni bu yoqqa ko'chirdim. Mana iPhone 17 ni dizaynida bo'lyapti. Xo'p, shu tarzda framelarni qo'shib boramiz. Mana faqat iPhone 17 bilan ishlayotgan bo'lsak, endi shu keyingi skrinimiz uchun ham iPhone 17 dan frame joylaymiz, yonma-yon qo'yamiz. Ya'ni sign indan keyin nima bo'lishi kerakligi bu yerda skrini bo'ladi. Keyin yana frame qo'shamiz. Loginda nima bo'lishi kerak, keyin uni ichida nima bo'ladi? Shu kabi framelarni yonma-yon joylab boramiz. Umuman boshqa logikadagi elementlarni chizish kerak bo'lsa, o'sha undan pastdan ketamiz. Ya'ni buni pastga joylab boramiz. Shu tarzda dizayn qilib boriladi. Hozir bitta tayyor proyektimizni dizaynini ko'rsatib chiqaman sizlarga. O'zi umuman ish qanaqa bo'lishini. Aha. Xo'p, o'zi aslida qanaqa ishlanadi? Bir UI UX yonlasanglar, ular sizga dizayn sistema qurib beradi birinchi bo'lib. Ya'ni har bir ishlatadigan elementlarimizni dizaynni chizib chiqadi, elementlar mayda-mayda qilib. Keyin dizayn qilinayotganda shu elementlarni ishlatadi. U обязательно o'zi yozish shart emas, tayyor kitlar bo'ladi. O'shani olib ishlatsa ham bo'ladi. Lekin ranglar jamlanmasi o'zingizlarniki bo'ladi. Mana masalan, kelishib olinadi. Mana shu turdagi 3 ta rangdan foydalanmoqchiman. Mana bu kodlar bilan yozib qo'yiladi. Nom berib. Mana biz proyektimizda mana shu ko'k rangni aksent rangi deb olganmiz. Keyin nima elementlar bo'lishi mumkinligi, nima ikonkalar bo'lishi mumkinligini har birini yig'ib olamiz. Keyin proyektimizda уже qo'llashni boshlaymiz. Hozir mana mobil applicationni полный dizayni har bir page chizib chiqilgan. Bu yana Figmaning yaxshi tarafi, siz faqat mobil application uchun emas, yana boshqa shu proyekt orasida boshqa platforma uchun ham moslasangiz bo'ladi. Va o'sha ikonkalar, ranglar ishlatiladi. Bu uchun yana bitta page ochib turib, masalan, web saytniki bo'ladi. Yoki yana bitta page ochib turib, masalan, banner biza shu proyektimizda bir kichkina flyer yasaganmiz, Figmani o'zida yasaganmiz. Ya'ni bor ikonkalarimiz, hammasi bor ikonkalarimiz shu yerda ishlatib flyer dizaynni qilganmiz. Shunda asosiysi mana mobil applicationni qilganmiz. Bu mana ko'rgan bo'lsanglar 9.41 mana antenna qismlari tayyor element. UI iOS UI kit qidirsanglar, communityda, Figma communityda hamma elementini tayyorini bergan bo'ladi. O'shani olib qo'yamiz. Ya'ni bizning prilojeniyamiz iPhone'da qanaqa ko'rinishini bir primerni ko'rib olamiz. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, shu tepa qismi hamma page'imizda bor. Hammasida bor.
Keyingi qismida kerakli rasmni olib joylaymiz. Keyin bu rasm o'zi mana bunaqa oq rasmda. Biz fokusni bu yoqqa qaratish uchun biz uni qora ustiga qora plyonka yopganmiz. To'rtburchak chiziladi, unga qora rang beriladi, opacity-ni kamaytiriladi. Keling, mana shu joy uchun qilib beraman. Bitta rectangle chizamiz. Buni rangi hozir seriya bo'lib turibdi. Bunga qora beramiz. Opacity qo'yamiz. Mana qoraydi. 50% menimcha yetarli. Xuddi mana bunga o'xshab qoraydi. Fokusni bu yoqqa olib o'tishga ishlatdik. Keyingi etapda o'sha elementlar bilan ishlaymiz. Knopkalari, qanaqa tekst bo'lishlari ko'rayotgan bo'lsanglar, title text boshqacha. Bu yerda description text boshqacha. Razmeri kichikroq va rangi ochiq qora rangda. Keyingi etap o'sha keyingi pejlarda nima bo'lishi kerakligi. Ya'ni registratsiyamiz qanaqa tarzda bo'lishi, ism kiritadi, nomer kiritadi. Bu drop down bo'ladi, ya'ni qaysi mamlakatga tegishliligi. Bu text boxga bosganingizda raqam yozasiz. Keyin raqam yozib bo'lgandan keyin sizga SMS kod yuboriladi. Shu kodni qanaqa yozishingizni bu yerda ko'rsatib beramiz. Hattoki shu iOS ni klaviaturasini ham chiqarib qo'yganmiz. Biz bu klaviaturani chizmaganmiz. Boyaga tayyor etgan kitdan olganmiz. Ya'ni sizda overall picture bo'ladi. Ya'ni sizning prilojeniyingiz qanaqa ko'rinishi haqida ideya paydo bo'ladi. Keyin har bir etap uchun masalan xato kiritsak qizilda qanaqa rangga bo'yalishi, shu tarzda har bir holatini skrinni chizib chiqamiz. Shunda bu mobil razrabochimizga juda oson bo'ladi. Nimadan keyin nima ish qilish kerakligini. Keyingi etapda agar bu akkaunt bloklangan bo'lsa xabar chiqishi, login qilayotganda agar SMS dan kelgan kodni to'g'ri kiritgan bo'lsa yashil rangga bo'yalishi haqida va nihoyat login qilganiga main screenda nimalar ko'rinishi. Bizda mana ikkita option bor. Yoki material sotib oladi yoki track qidiradi. Mashina qidiradi. Yana e'tibor bergan bo'lsangiz, hozirgi lokatsiya ham aniqlanib tepada yozib qo'yilgan. Yandexda ham shunaqa. Keyingi etap bu o'sha zakaz berib bo'lgan bo'lsangiz, hozirgi aktiv zakazlaringiz ichiga kirib o'tsangiz bo'ladi. Bu zakaz berish jarayoni, qayerga olib borish va tariflari, nima tashishimiz kerak, qaysi tarifda, shu tarzda qolgan skrinlar ham chizib borilgan. Ekran mapni rasmini olib joylaganmiz. Sizlar ham primerda shunaqa qilib ishlab chiqsanglar bo'ladi. MVP uchun qanaqa dizaynda bo'lish kerakligini, prilojeniylarni. Xo'p. Bu endi primerda ishlaydigan app sifatida ko'rsatmoqchi bo'lsanglar, prototip yasasanglar bo'ladi. Mana bu skrinlar tayyor bo'lgandan keyin nimadan keyin nima o'tishini knopkalarni to'g'rilasak bo'ladi. Masalan, oling mana birinchi skrinda Let's Started knopkasi bosganimizdan keyin bu pejga o'tishimiz kerak, to'g'rimi? Demak, bu elementni tanlab olamiz. E'tibor bersanglar, bu bitta bossa o'tmaydi. Ikkita bossangiz ichidagi gruppaga o'tadi. Yana bossangiz keyin shu elementni o'zi bergan. Va o'ng tarafda prototip qismiga o'tamiz. Va behavior tanlaymiz. Interaction tanlaymiz. Bunda knopkani bosganda nima qilish mumkinligini aytamiz. Bosganimizda action beramiz, navigate qilsin, ya'ni qaysi pejga o'tsin. Destination sifatida qaysi frameligini aytib qo'yamiz. Bizning holatda bir 16 Pro 159-frame ekan, mana. 16 Pro 159-pejga o'tsin. Mana strelkasi paydo bo'ldi. Endi buni bir tekshirib ko'rsak, mana bu knopka orqali tekshirib ko'rsak, hozir boshqa taraf qilib bersin. Nechinchi, 4-flow bu?
3 floor. Ha, 3 floor. Let's get startedni bossam, mana keyingi pejni ochib berdi. Xuddi shu tarzda sign up bilan loginni pejiga yo'naltirsanglar bo'ladi. Keling, shu davomini ham ko'ramiz. Bu aslida mana bu connection noto'g'ri qo'yilgan. Sign up bo'lsa sign updan o'tish kerak. Sign in bo'lsa sign indan o'tish kerak. Вот. Sign up bizda registratsiya. Sign up knopkasini tanlaymiz va yonda plus bor. Bosdim. Bundoq qilib yo'naltirib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni on tab navigate to destination. Ko'rdinglar? Endi xuddi shu tarzda loginni bossa, yonda plus chiqadi. Uni tak plus qilib yo'q, bunga emas. Sign inga yo'naltiramiz. Endi yana bitta run qilib tekshirib olamiz. Sign up bossa, sign up bossa, sign upga o'tyapti. Login bossa, sign inga o'tyapti. Ya'ni logikasini shu joyda qo'yib ketdinglar. Bu uchun именно приложениyaning kodini yozib, sразу razработка qilish shart emas. Kimgadir ko'rsatmoqchi bo'lsanglar, shu приложение sifatida prototipini ko'rsatsanglar bo'ladi. Shu Figmani asosiy maqsadi ham prototipini birinchi yasab olish va uni ko'rsatish. Ikkita, uchta skrin chizib, knopkani bir-biriga bog'lashni mashq qilib ko'ringlar. Keyin keyingi etapga o'tamiz. Narsa yasalgan bu oldin, o'zim yasagan. Kirmaydi. Login parolni bosganimizda keyin aktiv o'tadi, terilgani. Baytini bossa xato deydi. Static parol ana bosildi. Zaten parol yozildi, o'tib ketdi. Parol yozgan. Yana parol yozdi. Ularni qo'ygan. Juda chuqurlashmasangiz ham bo'ladi. Qaysi pejdan qaysi pejni o'tishini ko'rsatsangiz ham yetarli o'zi. Yo'q, buni biz chiqarmoqchi bo'lganmiz edi, o'zimiz ishlab. Yo'naldi. O'shaning uchun buni yasaganman, oxirigacha qilmaganman. Mana bularda qanday o'zgartirsak bo'ladi, ikonkalarni? Oldin shu ikonkani topib, bu yoqqa yoniga olib kelib qo'yasiz-da. Keyin Mana bu yerda avval nima qoladimi? bu yoqdan olib, bundan o'rniga joylab olsangiz bo'ladi, uni o'chirib. Yoki o'zi replace degani bo'lishi kerak o'ng tarafida. Wireframe'damisizlar? Prototipga o'tirmaysizlarmi? Bu faqat boshlang'ich uchun-ku. Ko'rgan paytimizda bu o'zgartirish qilmoqchi paytimizda payment qiling deyapti-da. Yo'q, AI qismiga o'tib ketgandir sizda. AI hozir o'tmadik hali. Bitta proyekt ustida ham ishlasanglar bo'ladi, share qilib turib bularga linkni.
Yana bir misol prototipga pejni o'zida o'zgarish bor-ku, boshqa pejga o'tmasdan. Shuni ham qo'llasak bo'ladi. Mana bu yerda toggle bor. Zakazning detali haqida, bu driver haqida. Joyida o'tib ketsa bo'ladi. Faqat pejdan pejga o'tish emas, animatsiyalar ham qo'shsa bo'ladi o'zi. Tak. Bu uchun 10 klik qilamizmi? Ha? Bu uchun yoniga belgilaganimizni 10 klik qilib olamizmi? Ha, uni har xil turlari bor. Masalan, bu uchun bitta animatsiya qo'shamiz. Interactionga kirasiz. Trigger uchun nima qilmoqchimiz? Mishkani prosta olib kelganimizda nimadir holat qilishimiz mumkin. Bosib turganimizda nimadir action bajarishimiz mumkin. Shu tarzda boshqa nastroykalari ham bor. Yoki bosganimizda o'zida nima bo'lsin? Bu element boshqa elementga o'zgarib qolsin yoki ortga qaytsin yoki scroll, masalan, uzun screen bo'lsa, bitta bosganingizda pastroqdagi qismga o'tsin. Shunaqa bo'limlarni qo'shsak bo'ladi. Yoki qaysidir linkni ochib bersin. Hop, hozir sizlar bilan qiyin qismini o'rganib chiqdik bir tarafdan. Endi AI to'llari haqida ham gapirib o'tmoqchi edim, chunki hozirgi zamonda AI lar bilan ishlash ancha ishimizni osonlashtiryapti. Va bu AI qismi Figma'ning o'zida ham integrate qilingan, ya'ni Figma'ning o'zida ham AI yordamida qandaydir приложениyani dastlabki qismini yasab ko'rsak bo'ladi. Men masalan bitta zaпрос berdim. Xuddi shu o'zimizni Kotlanga o'xshagan proyekt yaratib bergin deb zaпрос berdim. Endi bu hozir dizaynni chizishni boshlaydi. Va shu tarzda boshqa toollar ham bor. Masalan, Google tomonidan ishlab chiqilgan Stitch degan proyekt bor. Unda ham banking приложение tuzib ber deb yozdim. Dizaynni tuzib ber dedim. Va bu juda general savol, umumiy prompt deyiladi. Aslida siz qanchalik detallarni ham yoritib bersangiz, yana ham aniqroq siz xohlagan deb приложение chiqarib beradi. Va bu bankingni chizib bergin degandim. Savol berdi, o'sha расход qismi, tranzaksiya qismlari ham bo'lishi kerakmi deb savol berdi. Ha dedim. O'zi aslida men aytganimda yana ham yaxshi chiqardi. Ya'ni pastda расходlar ko'rinsin, history ko'rinsin, barcha ko'rinishida расходlarni kategoriyaga ajratib bergin deb
даже ranglarigacha yetsam o'sha menga yana ham aniqroq chizib berishi mumkin. Lekin o'zini ideyasi ham yomon emas. Shunchaki ideya olish uchun ham AI bilan ishlatib ko'rsak yana yaxshi bo'ladi. Yoki qaysidir pejlarni o'zini etsak bo'ladi. Figma'ni o'zida masalan men dizayn sistemamni ishlatgan holda login skrinni chizib bergan deb aytsak bo'ladi masalan. O'zi hamma AI tool platniy bo'ladi. Ya'ni qanchadir qismi uchun tekin bo'ladi. Boshlanishiga yetarli bo'ladi. To'g'ri promptni o'zingiz tuzishingiz kerak. Internetda bir search qilib ko'ring. Prompt engineering degan soha ham kirib keldi o'sha. Ya'ni AIlarga qanday qilib to'g'ri zapros berish to'g'risida. Ya'ni siz aytishingiz mumkin. Masalan, oddiy ChatGPT ishlatayotganingizda ham tasavvur qilasan, professional dizaynersan. Menga men mana bunaqa приложение yasamoqchiman. Unda mana bunaqa elementlari bo'lishi kerak, bunaqa funksiyalari bo'lishi kerak. Shuni dizaynni yoritib ber deb prompt etasiz. Bu уже 3 ta 4 ta gapli bo'ldi. Lekin aslida unga bir 10 ta gapli prompt ham bersa bo'ladi. Ya'ni parametrlarni aytib o'tishingiz kerak. Faqat mana shu 3 ta rangdan foydalangan. Yoki mana shu shriftdan foydalangan. Har xil spesifikani to'liq bersangiz, siz xohlagandek rezultat berishga harakat qiladi. Agar shunchaki umumiy bersangiz, mana shunga o'xshagan ko'rinish bo'ladi. Men umumiy berdim Stitchga, lekin o'ziniki ham yomon emas. Ranglarni ham to'g'ri tanlagan. Keyingi yana aytmoqchi bo'lganim, rang tanlashda shunchaki rang tanlab ketilmaydi. Shu dizaynerlarning ko'p ishlatadigan toollardan biri, shu internetga olsanglar, ranglar birlashmasi yoki palet yoki nima? Popular color palettes deb qidirsanglar, sizlarga ranglar jamlamasini aytib beradi. Ya'ni qaysi rang bilan qaysi rang yaxshi tushishi to'g'risida. Yonma-yon turganda. Shuning uchun maslahat bergan bo'lardim. Shu qaysidir paletlar asosida приложение qurganinglar yaxshi. Chunki yam-yashil bilan ko'k ranglari bir-biriga juda kamdangan holatda tushadi. Buni boshqacha versiyasi qilib, mana masalan ko'kni ochroq ko'ki va yashilni salatoviy rangini masalan moslab beradi. Shunaqangi tayyorlardan ishlatsanglar, o'zi chiroyli chiqadi. Bu color palette degan misol. Balkim sizga 3 ta ranglisi kerak, balkim 4 ta ranglisi. Shunga qarab yaxshi tool topish kerak. Va biz sizga bu kodi bilan beradi. Boya aytganimizdek 6 qatorli, 6 xonali kodni beradi. Menda savol berishda adashganim, men unga mobilniy приложение qilib bergin deyishim kerak edi. Men просто application deb qo'ya qoldim. Shuning uchun bizga bu saytni qilib bera qoldi. Sayt ko'rinishida qilib berdi bizga. Logistika to'g'risida. Men даже ranglarni ham aytmagandim. Masalan, ko'k rang, oq rangdan foydalangan deganimda, o'sha bu aksent rangi boshqa bo'lardi. Shuning uchun bu o'zi xohlagandek qilib berdi. Va har bir pejni qilib berdi. Ko'rgan bo'lsanglar, bu pejdan pejga o'tishda даже mana bu increment knopkalari bilan qilib berdi. Add to cart, booking, ya'ni butun katta sistemani qurib berdi degan bo'ladi.
Ya'ni bitta ideya olsanglar ham bo'ladi bundan. Mobil ko'rinishni ham yasab bergan. Mana bu yerda mobil ko'rinishini o'tkazsanglar, mobil ko'rinishi qanaqa bo'lishini ko'rsatgan. Saytni mobil holatda. Va kodini ham chiqarib bergan. Bu ya'ni qulaylik beradi. TypeScript bergan ekan. Ya'ni razработчикка уже kodi bilan bersangiz, u yana ham jarayon tezroq bo'ladi. Razработчик u yog'iga уже darabotkasini qiladi. Hozirgi AI toollarni kuchi. Bunda ham kodini chiqargan joyi bor edi. Bu Stitch anaqa GitHubga joylasa bo'ladimi yo faqatgina Stitch qanaqa buni kopировать qilsa bo'ladi yoki podkastni kopировать qilib keyin qilsa bo'ladi, ishlatsa bo'ladi. Hozir bu sразу kodi bilan beradi. HTML kodi bilan beradi. Buni ochib o'sha kodini olsa bo'ladi. Rasm ko'rinishida ham beradi. Ana shu download qilish kerak ekanda. Bu ko'rib chiqing, keyin oxirida beraveramiz. Hop, AI toollardan ham foydalanib ko'ringlar.
Savollar bormi? Qaysi tarafda qiyinroq bo'lyapti? Bitta AI bilan ham qilib ko'ringlar, o'zingizlarning proyektinglarni polniy tushuntirasizlar. Bir 10-15 ta 20 prompt, 15 ta gap bilan prompt yozasizlar va bitta полноценный saytni chiqarib berasizlar. Oddiy Figma'ning o'zida bor. Ham bitta prototyping degan joyda chiqibdi. Figma Make deb poyez qiling, chiqadi. Figma Make. Lekin Figma ham pulli-da, demak. Ha, endi Bepuli ham bor-da. bepuliga mana nechtadir kredit beradi, o'sha Umuman kredit bermaydigan bor. Anaqa Google AI Studio. AI Studioda qanchadir qismi menimcha bir ikkita ishlar tekinga qilsa bo'ladi. Modelni tanlasa bo'ladi. Siz tekinga umuman faqat API kerak bo'ladi. Agar masalan o'sha yerga mana foto qo'ymoqchi bo'lsangiz yoki boshqa unga API kerak. Hozir tarifli planga o'tib ko'rdim. $0 2 terabayt и 500 kreditli anaqasi bor ekan. Google'ni o'zini. Shunda men modelni tanlasangiz bo'ladi. Flash. Men masalan menda Pro'si ham bo'lsa kerak. Mana men buni ham ishlatsam bo'ladi. Bir oy tekinga, keyingi oydan уже $20danmi shunaqa. O'sha payt boshqa tarifga o'tib olasiz. OneCloud olasizda. OneCloud, ha. Shu men Stitchga o'tib ketadi. Gemini ham Rossiya 12 oylik besplatno chiqarishga Italiyalar Undan xabarim yo'q. Joy kerak edi menga o'zi. 30 gigabayt bo'sha. Shuning uchun AI listini qo'shib olib qoldim. Yaxshi bo'lsa keyin davom ettiraman, yo'qmasam boshqa tarifga o'taman. Backendda anaqalarda bor sifatida nimadan foydalanasizlar? Faqat stream yoki Hozir ko'p mashhur bo'lib ketdi, Superbase ishlatishadi. Superbase'dagi o'tda ham anaqa masalan, anaqa bor, low tarifi bor, как бы просто sayt tuzib qo'ysangiz bo'ladi. O'zi bizda endi razработчиklarim bo'lgani uchun ular nolda qo'lda yozadi, keyin serverga joylab qo'yadi. Superbase ishlatmaydi. MySQL shunaqalarda o'zini language'da masalan PHP da yozadi, MySQL database ishlatadi. Uni keyin serverga joylab qo'yadi. Serverda ishlab turadi. U uchun biz pul to'lamaymiz. Server o'zimizniki, jeliyazamiz, sotib olganmiz. O'zimiz host qilamiz, kodni bolalar yozadi, uni joylab qo'yadi, shuni ishlatamiz. Endi полноценный katta приложениyalarda, masalan, men OneDeskni ham o'zimiz ishlab chiqqanmiz, boya aytdingiz, ko'rsatdim. Shunaqa приложениyada endi shunaqa enterprise решение qilinadi. Ya'ni o'zingizni serveringizni qurib, kodingizni yozib, o'zingiz host qilgansiz yaxshi. Daniyalaringiz o'zingizda turadi. Siz faqat svetga pul to'laysiz, bir marta boshqa serverni sotib olasiz, o'shanga pul to'laysiz. Endi mana bunaqa Superbase boshqalarda u prototip uchun yaxshi. Ya'ni boshlab olish uchun yaxshi. Как investitsiya boshqalarga ko'rsatishga, raz buni уже ko'rsatib bo'ldingiz, investitsiya oldingiz, komandangizni tuzdingiz, уже o'zingiz sistemangizni quraverasiz. Lekin men serverni sotib olganmiz dedim. O'zi unaqa qilmasa ham bo'ladi. Serverni ham arendaga olsa bo'ladi-da. Вот. Qayerdadir bitta kompyuter turadi-da. Endi server turadi. Siz o'shanga unaqa o'rnatib qo'yasiz-da. Faqat o'sha serverga pul to'laysiz. Serverlar anu DNS sotib olasiz-da. DNS yoki hosting sotib olasiz. Hostingda shared bo'ladi. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Biz o'zimiz proyektlarimiz ko'p bo'lgani uchun o'zimiz server joylaymiz, o'zimiz host qilamiz. bu ISVlarni o'zgartirib bo'lmaydi. Bo'ladi, proyektni download qilsangiz bo'ladi. Eng ko'p misol uchun birinchi investitsiyagacha qaysi toolni ishlatasiz? Именно MVP. Hozir MVP bo'yicha birinchi bolalar baribir ko'rinishini qilib beradi bizga. O'zi bizda dizaynerimiz ham bor, uni Figma'da chizib ko'rsatadi. Hozir Stitchdan ishlatishni boshlayapmiz, ya'ni
biz prompt beramiz, bizga ko'rinishini chiqarib beradi. Keyin biz uni boshqalarimizga ko'rsatamiz, keyin o'sha bo'ladi desa yoki darabotkasi bo'lsa shu to'g'irlab backendni boshlaymiz-da. Biz endi zakaz bo'yicha ishlaymiz-da. Biz mana MVP chiqarib katlavanamiz, lekin anaqa qilganmiz. Startup sifatida chiqarganmiz. Uni lekin baribir hire qilib, programmist yozib, figmasini ham chizdirib qilganmiz. Endi hozirgi zamonda o'sha AI toollar bilan qilsa bo'ladi deyishyapti. Ya'ni полноценный приложение ham AI ga yozdirishyapti, lekin biz endi eskiroq odamlarmiz. Bu narsaga yaxshi uncha ishonmaymiz. Men bolalarga ham aytaman, AI ishlatib ko'r, zo'r deyishyapti deb aytaman. Yoqmayapti deyapti, yaxshi kod yozmayapti deyapti. Chunki u chiroyli kod yozishga o'rganganda, keyingini o'ylab yozadi-da, programmistlar. Ya'ni masshtabiriyatni o'ylab yozadi. AI ga tapir yozib tashlaydi-da. To'g'ri, endi bir boshlanish qismi uchun yaxshi bo'lishi mumkin, qaysi rutinniy tastlarni qilib berishi mumkin, lekin u yog'iga baribir programmist yo'llab qilgan yaxshi-da. U ham zo'r deb eshitdim, Cloud Code'ni ham zo'r deb eshitdim. Hozir fayl sistemasiga do'st bo'lib oladi-da, faylni o'zlarini ham o'zgartirib chiqaradi. Hozir Stitchda qilgan proyektimizni ko'rsatamiz. Tak, bu proyektda bu saytni yana bitta yo'li bor o'zi. Tezroq sayt chiqaraman desanglar, shablonlardan foydalansanglar bo'ladi. HTML CSS shablonlarini beradigan marketplace'lar bor. Bir xillari tekin, bir xillari pulli bo'ladi. O'shani olib ishlaganmiz bunda shablonni, o'zimizga customizatsiya qilganmiz. Nomlarini o'zgartirib, rasmlarni. Prosta poisk beramiz. Mashhuri ham borda qarab aytaveraman. Masalan, website templates deb qidiramiz. Tugab qoldi o'zi. Envatoda ham ko'p chiqadi. Ba'zilari pulli bo'ladi, bir $10, $20. Docker boshqa narsa. Mana shunaqa saytni templatelarini beradi sizga. Ba'zida figmasi ham bo'ladi, figmasini o'zgartirib, boshqa qilib qo'ysa bo'ladi. Sizga tayyor kodlarni beradi, kerakligini ishlatasiz. Ya'ni bir tezroq chiqarmoqchi bo'lsangiz, biz mana masalan universitetda hackathon o'tkazishimiz kerak edi, 2 haftami, 3 hafta vaqtimiz bor edi. Shuning uchun saytni tezroq tayyorlab e'lon berishimiz kerak bo'lgani uchun templateni olib, u yoqni o'zgartirdik. Lekin baribir ishi bor, UI tarafdan qarab chiqish kerak bo'lgan joylari bor, o'shalarni to'g'irladik. Bunisi esa mana yaqinda Stitchda chizdirdik. To'g'ri prompt berib,
o'sha nima proyektligini to'g'ri tushuntirib, ranglarni mana logolarimizni ham ichiga kiritib, shularni ishlatgan holda UI ni yasab bergin deb aytdik va shu Stitchda yasab berdi. Profile qilib, kompaniya qilib, keyin biz endi ichiga rasmlarni to'g'ri rasmlarni joylab chiqamiz. Endi baribir to'g'rilgan joyi bor, no asosan mana shu ko'rinishini yasab berishga yaxshi AI toollar. Buni ham o'sha zadacha qisqa vaqt bo'lgani uchun mana shunaqa toollar, stitch.vizgoogle.com. Mana. O'zimga ham masalan template olaman-da, fotka sifatida kirsam bo'ladi, kod sifatida ham kiritib, Unaqasi ham bo'ladi-da. qidirsam bo'ladi unga. Shunga o'xshash qilib yasab bersangiz ham bo'ladi. Siz boyagi jarayonni ham tushuntirsangiz bo'ladi. Boya mebel yasash jarayonini tushuntirdik-ku. Bitta katta tekst bo'ladi sizda, shu yozasiz. Birinchi etapda bu katta pejni yasab bo'ldikda, keyin boshqa pejni yasab ber deb aytamiz-da. U pejda nimalar bo'lsin? Ya'ni birinchi o'rinda razmer tanlasin, ikkinchi o'rinda material turini tanlasin va ranglarini bir dumaloq palet sifatida ko'rsatgin, rasm yuklash imkoniyati bo'lsin deb to'liq prompt yozib bering. Mana hozir yozing. Mebel magazin yasayapman deb prompt yozing, hozir chiqarib beradi. ChatGPT juda общий использование-da. Sizga ideya beradi, boshqa qiladi. Rasm generatsiyada juda zo'r emas-da. Bitta zolotoy prompt turib, shunga moslashtirib qilsa bo'ladi. Masalan, men mana zolotoy promptim. Mani promptimga mana shu zolotoy promptni o'zgartirib ber deydi. O'zgartirib beradi. Da, вообще-то ChatGPT o'ziga prompt yasab ber deb ham anaqa yozsangiz bo'ladi. Mana qanaqa sistem prompt yozsa bo'ladi deb aytsangiz yozib beradi. Shuni har xil AI toolga tashlab qo'yasiz. Stitchgami, Figmagami-da, keyin u yog'iga darabotkasini o'sha platformaning o'zida qilib yuborasiz. Yo'q, mana bu joy xato ekan, mana bu joyni to'g'rilagin deb. Yana bitta narsa bor, Manus degani bor. Biz ko'p ishlatamiz ishxonada, ko'pchilik ishlatadi. Bu anaqalarga yaxshi. Nima deydi? Prezentatsiya yasashlarga yaxshi. Keyin unaqaga ham, mobilniy приложение ham yasashga yaxshi. Buni prezentatsiyaga ishlatishda editable qilib beradi. Ya'ni qaysi joylarini bosib shunaqa zo'r prezentatsiyalar qiladi, AI slides deydi. Boshida sizga nima beradi? Diktatsiya beradi. Masalan, men boyagi prezentatsiyani ham Manus bilan qilganman-da. Oldin masalan o'zim ham yaxshi chizardim prezentatsiyalarni, elementlarni joylab-da. Hozir AI toollar bizdan ham yaxshi qilib beradi. Buni Manusning yaxshi tarafi shu, har bir elementini edit ham qilsa bo'ladi-da, tekstini, boshqasini joylab, unga har bir edit uchun prompt yozib o'tirmaysizda, ba'zi bu nima asosida ishlar ekan, qani? Cloud Code'da shu agentlar deganingizga esimga tushdi, что parallelni agentlar yurg'izsa bo'ladi. Bir zadachalar ro'yxati beriladi и parallelni ishlaydi hamma agentlar. Shu tarafdan yaxshi. Da. Xuddi shu anti-gravitida bemalol agentlarni integratsiya qilib bo'ladi. Bitta anti-gravity bir nechtaga qilgan. Hop. Anti-gravity anti-gravity fontikin kompyuterga ustanavaysiz. Agar qachon kerak bo'lsa aytaysiz, qachon kelsiz, qanaqa nimadan generatsiya integratsiya nima generatsiya qilmoqchiman. Generatsiya video, generatsiya foto или integratsiya. Тогда kerak.
Savollar bormi? Спасибо, расход. Savollar yo'q bo'lsa, hammaga rahmat.